Mana buni ko'rsatmasang bo'lmaydi. Ketdi. Qaranglar, давление past. Mashina uchun, g'ish uchun. Ko'ryapsizmi? Buni qaranglar. Davleniyani ko'ryapsizlarmi? Eng qizig'i bu hali hammasi emas. Bu yoyib sepadi. Bu bitta tochkaga sepadi. Mana hammasini qaranglar. Mashinani top-toza qilib beradigan moyka apparatimiz premium klassda ishlab chiqarilgan Qter brendidan. Qterni hamma biladi, nemetskiy karcher. Menga yoqdi, menimcha sizlarga ham yoqsa kerak. Mana buni qaranglar, Monster. O'zini orqasida katushkasi ham bor ekan. Mana dizaynimisan, dizayn. Nima qilib yig'ib ketaveradi. Mana. Nima qilasiz? Misol uchun. Ruchkasini o'ziga xohlasangiz oldidan, xohlasangiz orqadan noqib qo'ysangiz bo'ladi. Eng qizig'i, motor ovozini eshitdinglarmi yo'qmi? Yana bitta eshittirib ko'rsataman mana. Yoyib sepadi, qaranglar. Bitta tochkaga 3 xil emas, 6 xil funksiya bo'lib ketyapti bitta apparatga. Lekin pistolet masalan, pistolet ekan. Mana bu pistoleti bilan apparat tushib chiqadigan o'zining ruchkasi bilan kompaktniy desa ham bo'ladi. Ko'tarib yurishga ham unaqa og'ir emas ekan. Nima narsasi? O, shampun nasatkasi ham bor ekan mana. Eng qizig'i, buni olasiz, buni uchiga qo'yasiz. Mana. Shampun ham professional darajada sepiladi o'shanda. Mana. Ichida shampun yo'qligi uchun hozir bilinmayapti. Ko'pirtirib beradi, oppoq qilib beradigan mana sizga professionalniy o'zini pena bachokchasi ham bor. Narxi 4.999.000 so'm. Lekin mana bu funksiyasi gap yo'q mana. Pistolet bomba. No, aylantirib ham sepsangiz bo'ladi. Xohlagan kirasiz mana. Hammasi pistoletni o'zida joylashtirilgan. 10 metr o'zini shlankasi, shlanka ham juda ham gibki. Menga yoqdi. 98 desibel ovozi, g'ildiraklar bor. Premium klassda mana sizga opa ruchkalari bilan karcherchamiz. Arziydimi yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohda qoldiring. Like, podpiska esdan chiqib qolmasin.